Amerika'nın sobiq prezidenti Donald Trump taratqularning ziyoratini qabul qilganda, Prezident Baydenning Afg'onistondan chekinish qarori bilan dushmaniga yordam berib, davlatni zo'r xatarga duch qilganligini o'tirib qo'ydi. Trump Amerika chekingandan keyingi bo'shliqni Xitoy va Rossiyaning oladiganligini ko'rsatib, ikki davlatning Afg'onistonda qolgan Amerika harbiy aslahalaridan foydalanganligidan ogohlantirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengeshining komissari Pachilet Sharqi Turkistonga berib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ig'ir kishilik huquq tafsandichiliklerini tekshirish talabining rad qilinganligini va bu haqda bir doklad tayyorlayotganligini bildirdi. Michel Pachilet dushanba kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida o'tkazilgan kishilik huquq yig'inida yuqorqi so'zni aytdi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi Indoneziya, Filippin, Singapur, Malayziya, Tayland va Birmada yashaydigan Yaponiya fuqarolarini mumkin bo'lgan hujumdan ogohlantirdi. Ministrlik bu davlatlarda o'zini qo'shib o'ltirib olish hujumi qatorli xatarlarning ko'payishi to'g'risida uchurlarning qo'lga keltirilganligini eskartib, Yaponiya fuqarolarini odam ko'p joy va duo tilovat so'rinlaridan yiroq turishga chaqirdi. Dünya Bankası ogohlantirib, agar tadbir qo'llanilmasa, 2050-yilga borganda klimat o'zgarishi dunyoning 6 rayonidagi 216 milliondan ortiq kishini ko'chishga majburlaydi dedi. Shimoliy Koreya davlat taratqullari bu davlatning Yaponiyaning ko'p qism joylariga zarba beralaydigan uzun musofirlik chorlig'ichi boshqarilgan bomba qilganligini e'lon qildi. 5 burchaklik bino boshqarilgan bomba siniqini ayblab, rayondagi ittifoqdoshlarini qo'g'dashga va'da berdi. Koreya Markaziy xabar agentligining xabariga qaraganda, hafta oxirida sinov qilingan bombaning musofasi 1500 kilometr ekan. Rossiya hukumati 21 sentabrdan boshlab Peskov, Magadan, Murmansk va Chita aerodromlaridan Turkiyaga aviatsiya transporti uchishini qaror qilganligini e'lon qildi. Qatar Tashqi ishlar ministri Taliban hukumatini ziyorat qilgan tunji chet el amaldori bo'ldi. Taliban hukumati qurilgandan keyin Afg'onistonni ziyorat qilgan tunji chet el amaldori bo'lgan Qatar Tashqi ishlar ministri Muhammad bin Abdurahmon al-Saniyni qabul qilgan bosh ministr Molla Muhammad Ahundi tunji qatim kameralarning qarshisida paydo bo'ldi.